Shunaqa zo'r narxda 3 sotuv, 2 etaj, 10 ta xonali korobka sotuvga chiqyapti. Mana sizlarga hovlini ko'rsataman, qaranglar. Mana bu ikkinchi etajning birinchi xonasi. Mana bu yerda bitta xona bor, o'ng qo'limizda yana bitta xona bor. Hop shu 3 ta bo'lyaptimi? To'g'rida yana 2 ta xona bor. Mana bundan birinchi etajga tushib ketiladi. G'ishlarni qaranglar. Shu g'ish, xom g'ish aralash qilingan, полностью betonlangan. Ikkinchi etaj plitalar bilan yopilgan, seysmopolislar bilan вообще мощный qilib qurilgan ekan. Mana birinchi etajni ham qaranglar. Birinchi etajda ham 5 ta xona bor. Oka, mana shu полностью podval deyapsiz, to'g'rimi? Bitta podval, ikkita podvalimiz bor, seli ketgan. Mana bu yerda katta podval, ya'ni ayoqdan u yog'iga podval ketgan ekan. Hozir ko'chaga chiqamiz. Zangiota tumani tekstil Torozda joylashgan. Mana sizlarga ko'chani ko'rsatam. Ko'cha qarang, yangi asfaltlar qilib qo'yilgan ekan. Oka, shu joyni necha pulga beraveramiz? 52 ming bo'lsa beraveramiz. 52 ming. 52 mingga beraveramiz. Ko'ryapsizlar, mana shu odamning raqamlarini pastda qoldiraman. Yana ozgina savdo qiladigan joyi bormi aka? Tepasida savdosini qilib. Inshaalloh, barakasini bersin.